Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Circle va bu Circle Trades YouTube kanali. Ushbu videoda qisqacha kundalik tahlil videosini qilmoqchiman. Ya'ni kun ichida EURUSD va GBPUSD ga nimalarni kutayotganini ko'rsatmoqchiman. Xo'p, EURUSD biz ko'rishimiz mumkinki, katta time frame da oladigan bo'lsak, biz daily FVG ni to'liq fulfill qilib turib, yaxshigina reaksiya olyapmiz va 4 soatlikka tushadigan bo'lsak, to'g'ri biz ko'rishimiz mumkinki, bizni 4 soatlik FVG dan yaxshi reaksiya olyapmiz. 4 soatlik candle hali yopilgani yo'q. Bunga biroz ehtiyot bo'lish kerak albatta. 1 soatlik time frame ga oladigan bo'lsak, bizda mana bu Frankfurtni hayini Londonni olib qo'ygani sal уже olib turib mana ko'rishlaring mumkin, reaksiya olgani qanaqadir уже ma'noda narx уже pastga ketishi mumkin deb turibdi. Endi bizga qarshi nima bor bu yerda? Bizga qarshi mana bu FVG bor. Mana shu FVG invalidatsiyaga uchragandan keyin menga уже shortlar qiziq bo'ladi. Invalidatsiyaga uchraganda qanday? Mana bitta reaksiya olsan va уже bu kuchini yo'qotib olgandan keyin buzib o'tsa agar, men FVG dan ish qilmayman baribir, lekin 15 minutlikda biror bir model beradigan bo'lsa, sweep MSS beradigan bo'lsa, men sekin-sekin уже mana bu sell saytga va mana bu sell saytlarga qiziqib ko'rgan bo'lardim. Ya'ni previous week low shunaqangi order flow da tushib bersa yaxshi bo'lardi. Ya'ni sweeplar bilan tushib bersa yaxshi foydalangan bo'lar edik. Hop, endi funtga o'tamiz. Funtni ko'rishimiz mumkin. Daily FVG haftalik outlookda ham aytganimdek, o'sha FVG ga chiqdi. FVG dan reaksiya oldi. 4 soatlikka oladigan bo'lsak, 4 soatlik ishtimi yo'q. Sразу 1 soatlikka olsak bo'ladi. Bu yerda уже Frankfurt hayini London olinmadi. Yevro qo'yganligi uchun, yevro va DXY qo'yganligi uchun. Endi bizda ko'rishimiz mumkin, bir marta уже reaksiya oldi FVG dan. Endi men bu FVG ni invalidatsiyaga uchrashini, ya'ni kuchini yo'qotishini kutaman. Invalidatsiyaga uchragandan keyin va sekin уже mana bu bir nechta bizda yaxshi chiroyli sell saytlar bor. Birinchi sell saytimiz bu Asiatic Low, keyingisi PDL va bu sell sayt va previous week low ko'rinishidagi sell sayt. Hop, tillaga o'tadigan bo'lsak, tilla yana ATHni yangilab qo'ydi. Yana ATHni yangilab qo'ydi. Va bugun Frankfurtda yaxshigina Asiatic Low'da ishladi. Ya'ni biz ko'rishimiz mumkinki, mana bu diapazonda Frankfurt Asiatic Low juda ham chiroyli yechib turib, tepaga yana narx harakatlandi. Endi nimani kutaman? Menga hozir 4 soatlik candlelar juda muhim. Nimaga? Agarda 4 soatlik candlelar tepada mana bu hayni ustida yopilib berib va darcha o'sadigan bo'lsa, men o'zi asli 4000 gacha o'sishini kutyapman tillani. No данный момент mana 3900 значениесі hozir menga qiziq. Mana 3900 daroq qiladigan bo'lsak, bo'li 3900 значениесі mana shu ham men uchun уровень, ya'ni Urvellar bo'yicha ishlaydiganlar biladi, har bitta kruglый raqamlar, ya'ni yaxlit raqamlar bir daraja o'rnida ishlab beradi bu ham. O'shaning uchun kutaman, agarda yaxshiroq biror bir 1 soatlikda balki tanasi bilan yopilib berib, biror FVG lar qoldirsa, 15 minutlikda biror model bersa, balki 3900 gacha ishlab ko'rishi mumkin. Hop, DXY sirasi 4 soatlikka o'tamiz. DXY da biz mana bu FVG ni deyarli fulfill qildik. Mana fulfill qilibmiz. Ya'ni to'liq to'ldirdikda va o'zi sekin reaksiya olishni boshlayapti. Ko'ramiz endi. Men uchun juda yaxshi signal bo'lib berardi agarda 4 soatlik candle mana buni tepasida yopilib bersa, ya'ni bunday ko'rinishda yopilib bersa yaxshi signal bo'lardi. MXMchilar tushunadi, SMR deb qo'yaman. SMR ko'rinishda yopilib bersa juda yaxshi bo'lardi va o'zi biz buni обратный
обратный yo'nalishida yana order flow yasab, to mana bu baysayt, mana bu baysayt, mana bu baysayt qilib sekin-sekin ishlab chiqaveramiz. Shunaqa. Barchaga rahmat. E'tiborlaring uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.